Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, ezgulik hidoyat kanalimizni muxlis bandalari. Avvalo hammalaringga o'z minnatdorchiligimni bildirib, omonalaring uchun, kuzatganlaring uchun, samimiy izohlaring uchun Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Muoz roziyallohu taolo anhudan rivoyat qilinadi, aytadilarki, men Payg'ambar alayhissalomni oldilariga bordimda, yo Rasululloh, menga bir amalni o'rgating, o'sha amal bilan men jannatga kiray, do'zaxdan uzoq bo'lay deb savol berdim. Shunda Payg'ambar alayhissalom, Allohga ibodat qilasan, biror narsani shirk keltirmaysan. Ikkinchisi, namozlaringni vaqtida o'qiysan, uchinchisi ro'za tutasan, ro'za qalqon. Boy bo'lsang zakot berasan, kuching yetganda hajga borasan. Deb turib nasihatni davom ettirar ekanlar, ey Muoz, ishingni boshi islom bo'lsin. Ijtimoiy hayotda kimlar bilan muomala munosabatda bo'lsang, hech qachon ularni aldamagin. Odamlarga yolg'on gapirmagin. Yolg'on guvohlik bermagin. Odamlarni orqasidan g'iybat qilmagin, tuhmat qilmagin. Doim islomda ekanligingni, islom bu yaxshiliklarga taslim bo'lishligini hech qachon esingdan chiqarmagin. Oilada farzandlaringga chiroyli tarbiya bergin. Ayolingni judayam qadrlagin. Ota-onangni rozi qilgin. Ishingni boshi islom bo'lsin. Endi dedilar, diningni umurtqa pog'onasi namoz dedilar. Uni cho'qqisi dedilar. Diningni cho'qqisi o'z nafsing bilan kurashmoqliging. Nafsingni gapiga kirib, halol bilan haromi farqiga bormasdan turli xil jinoyat ko'chalariga kirib ketmagin. Ertaga qiyomat maydonida shu nafsingni orqasidan jahannamga o'tin bo'lishligini esingdan chiqarmagin. Nafsing bilan kurashgin, nafsingni yengin dedilar. Deb turib, ey Muoz, men senga yaxshiliklar eshigini ko'rsatib qo'yaymi dedilar. Men, yo Rasululloh, ko'rsating deganimda, qo'llarini muborak tillariga tekkizib, mana bu tilingni saqlagin dedilar. Men, yo Rasululloh, tilimizni mahsulidan azoblanamizmi desam, onang seni yo'qotib qo'yib yig'lab yursin. Ey Muoz, qiyomat kuni juda ko'p odamlarni burni bilan, yuzi bilan sudralib jahannamga tushishligini birinchi belgisi ularning tilidir dedilar. Tilini orqasidan jahannamga o'tin bo'ladi. Tilini orqasidan jahannamni eng tubida azoblanadi. Tilini orqasidan Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Tilini orqasidan hatto iymondan ajrab qoladi. Ey Muoz, tilingga ehtiyot bo'lgin, tilingga egalik qilgin deb Payg'ambar alayhissalom menga judayam go'zal nasihatlarni qildilar deb marhamat qiladilar. Albatta Payg'ambar alayhissalomning Muozga qilgan nasihatlari butun ummatga, qiyomatga qadar keladigan ummatlarga qilgan nasihatlaridir. Azizlar, bugun tiliga erk berib oilasini barbod qilayotgan, farzandlarini tirik yetimga aylantirayotgan, tiliga erk berib ota-onasiga oq bo'layotgan farzandlar, ogoh bo'linglar. Allohdan qo'rqing. Yaratganning huzurida javobgarlik bor ekanligini aslo va aslo esdan chiqarmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.